Ro'za tutmang agar sizda shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa. Birinchisi, agar sizda og'ir holatdagi birinchi, ikkinchi tip qandli diabet bo'ladigan bo'lsa, sababi ro'za tutgan paytda qondagi qand miqdori keskin tushib ketishi yoki ortib ketishi mumkin. Bu esa keyinchalik gipoglikemik yoki giperglikemik komaga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, agar siz homilador yoki emizikli ayol bo'ladigan bo'lsangiz, ro'za tutishingiz homilaga, farzandingizga, sizni sog'lig'ingizga jiddiy zarar keltiradigan bo'lsa, ro'za tutish tavsiya etilmaydi. Uchinchisi, og'ir surunkali kasalliklar, masalan, yurak yetishmovchiligi, buyrak yetishmovchiligi yoki oshqozon yarali kasalliklari bo'lib, ular har doimiy dori ichib turishi kerak bo'ladigan bo'lsa, bularga ham ro'za tutish tavsiya etilmaydi. Sog'aygandan keyin qazosini tutib beradi yoki umuman tutolmas fidya beriladi deyilgan. Shu munosabat bilan barchani kirib kelayotgan Ramazon oyi bilan tabriklayman.